Assalomu alaykum, Agra Farg'ona kanali qadrli obunachilari va uzum shinavandalari. Bugun 2025-yil 4-aprel sanasi. Biz o'zimizni parnikdamiz, teplitsada sizlarga uzum nixonlarini tayyorlab qo'ydik. Videoni oxirigacha ko'ringlar, o'tkazib olmasdan, xudo xolis ketkizgan vaqtlaringga afsuslanmaysizlar. Tuvakdagi nixonlarni ekish mavsumi xudo xolisda boshlandi. Aytgancha, yana bu safar ham xudo xohlasa shu tuvakdagi hujjatlardan 100 dona sizlarga bepul tarqatmoqchimiz. Uni shartlarini videoni so'ngida bilib olasizlar. Mana bizda ish jarayonlari ketyapti. Xo'p, yangi avatar nixonlari ekilyapti. Tayyor bo'lganlari ham bor. Lekin astalik bilan bular ham tayyor bo'ladi 20 kun bir oyda. Yangi ekilgan mana avatar uzum ko'chatlarimiz. Xo'p, sizlarga sotuvga 3 xil turdagi uzum nixonlarini tayyorlab qo'ydik. Birinchi navbatda ob'yomda avatar, albatta avatarsiz bo'lmaydi. Hozirgi paytdagi trendda bo'lgan avatar kishmish uzumi juda ham talab katta. Sizlarga mana tayyorlab qo'ydik chiroyli holatda. Mana uzum nixonlari tomirlagan va mana o'sgan holatda. Mana. Bundan tashqari karnaval degan uzumimiz bor. Karnaval mana. Ekranga rasmlarni qo'yib qo'yaman. Karnaval mana ko'rib turibsizlar rasmini, juda ham chiroyli bo'lgan, dona qattiq, 2 dona urg'u bo'ladi. Manicure fingerga raqobatchi bo'lgan uzum. Avgust-sentyabr oylarida pishadi va qishga saqlashga ham juda ham zo'r bo'lgan, mazali bo'lgan uzumlardan bittasi, yangi tarqalayotgan sortlardan biri. Qiziqish juda ham katta bu karnavalga, shuning uchun hozircha narxlari balandroq. Bir dona ko'chatimiz 50 ming so'mdan sizlarga tavsiya qilinadi. Mana mevalar chiqarib, aholisi o'sib turibdi. Tomirlar ko'ryapsizlarmi? Hech narsa tomir mana. Ildiz mana bo'rtib turibdi. O'suvi juda ham tez, juda ham zo'r bo'lgan uzum. Bundan ko'p emas, hozircha mana 100 dona tayyor, o'sha bir 500 dona hisobida bor tagi. Xo'p, o'zimiz avatarimiz juda ham chiroyli holatda mana tayyorlangan avatarlarimiz. Sifatli holatda, hammasi o'sgan, saralangan, chiroyli holatda, hammasining mevalari bor, chunki bular mevali kurtaklardan qilingan. Ya'ni asosiy shoxlardan kesib olingan sifatli holatdagi uzum ko'chatlari. Bu ko'chatlarimiz Agra 07 jamoasidan qabul qilingan, chunki o'zimiz avatarlarimiz tayyor bo'lishga bir 20 kunga kechikdi. Shuni hisobiga mana avatarlarimiz endi tayyor bo'lyapti. Mana mevalari. Mana mevalari bor. Ular kechikyapti, shuning uchun biz Agra 07 jamoasidan qabul qildik birinchi partiyamizni. Sababi O'zbekistondagi eng ishonchli uzum ko'chat tayyorlaydigan jamoa bu Agra 07 jamoasi. Biz ular bilan yaqin hamkorlik qilamiz va Farg'ona viloyatidagi filialimiz desak ham bo'ladi. Qalamchalarimiz sifati, navbana garantiyasi xudo xolasa bir xil, bemalol bizdan sotib olishlari mumkin, yaxshi narxlarda. Xo'p, avatarlarimizni donalab 30 ming so'mdan beramiz. Donalab, ya'ni 5 ta, 10 ta, 15 ta, 20 ta donalab 30 ming so'mdan beramiz. Ob'yomga 100 tadan oshsa ob'yom hisoblanadi. 25 ming so'mdan xudo xolasa sizlarga yetkazib beramiz. Bitta mana koberimiz tileki sortlari bor. Tileki sortini ko'pchilik biladi, mana qiziqishroq bo'ladi o'z ko'rinishi ham. Bulardan ham tayyorlanyapti. Bularga hali bor, ozgina o'sish kerak. Mana telekilarimiz va manicure fingerimiz bor. Ozroq 100 donagina xolos. Bu birinchi partiyamiz 100 dona tayyor bo'lgan va ob'yomda manicure fingerlarimiz bir 1000 dona xudo xolasa tayyorlanyapti. Fingerimizning narxi donalab 20 ming so'm. Xudo xolasa ob'yomimiz tayyor bo'lgandan keyin ob'yomga kelishamiz. Bu 100 donamizning narxi 20 ming so'mdan. Juda kam shoshilamiz. Hop, endi 100 dona jami 3 million so'mlik avatar ko'chatlarini o'yinga qo'yamiz, ya'ni sovringa qo'yamiz. Buni sharti xohlaganda kommentariya yozinglar, kirib komment portlatinglar. Xudo xolasa o'yin bomba bo'ladi. Albatta bittadan like bosamiz va shu videoni boshqa Agra gruppalarga, boshqa Telegram gruppalarga podilsa qilib tarqatamiz va kanalga obuna bo'lishni esdan chiqmasin. Xohlaganda kommentariya yozinglar. Bu video prosmotr, ya'ni ko'rishlar soni 50 mingtadan o'tgandan keyin 100 dona ko'chatni 10 ta odamga 10 donadan bo'lib beramiz. 10 ta odamni aniqlaymiz. Aniqlash tartibi undan oldingi o'sha o'yinimizda aniqlagandek kommentariyani shu tasodifiy tanlash orqali aniqlab g'oliblarga ko'chatlarni yetkazib beramiz. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Manicure finger so'raganlarga asosan ob'yomimiz endi tayyor bo'lyapti. Chunki ozroq kech qolganmiz, ma'lum bir sabablarga ko'ra mana tomirlatdik, endi ekilyapti. 20 kun bir oyda xudo xolasa manicure fingerlar ob'yomda tayyor bo'ladi. Tomirini ko'ryapsizlarmi? Juda zo'r tomirlagan mana. Bunaqa tomir bilan
O'sishi ham juda ham tez bo'ladi, Xudo xolisa. Qaranglar buni. Tomir chiqarmagan joyi yo'q. Mana to'rtdan olinyapti. Bitta sveji olib beraymi ozgina. Hamma taraf tomir. Sal yulinib chiqdi, hozir avaylab olyapti. Mana bu tarafda ekilyapti.